Akalar bu zagonda yurgan ekanmi ular? Qarang. Qarang. Mana shu joylarga akalar mashalloh deb turib bitta lakni bosib o'tib ketinglar. Jonivorlar. Yurishlarini qarang. Bo'mi semental ishqibozlari. Ha joning sog' bo'lgin. Toza 100 semental. Avstriyskiy bo'lsa kerak buningiz, menimcha. O'sha avstriyskiy sementalidan akalar 100 dan ekan. Xo'p, bu o'sha yelin solishga kelibdi, avazmi? 8 oylik. Buni ham bu akalar Şu an chiroyli qilib aytsak. Yakka so'ragan yakka avatib beraveradi. Xo'p. Yakka so'raganga yakka. Xo'p. Mashinasini o'zini necha pul deymiz? 8 oyligini. Xo'p, bunisi bolasi bu. Ha, bu necha oylik uka bu? 3 oylikda o'tgan, 3 oylikka olishaversin. 3 oylikka o'tgan, 3 oylikka to'lgan endi hisobda. To'lgan 3 oylik. Xudo xolasa. Xo'p, necha yashar bo'ldi uka bu? Yashari 2 yasharga borib qoldimi? 2 yashar yon berdim valla akalar, hop, sementalni turgan bor ekan akalar, oyoqlariga yetib bo'lgan istagan tuya. Qarang. Jo'ning sog' bo'ling. Akalar mashalloh deb lakni bosib akalar kanalga obuna bo'linglar, sizlardan paddeshga shu. Xo'p, Avazbek, assalomu alaykum. Qo'shtepa savdo kanalimiz aziz obunachilari, akalar, ukalar va bizni kuzatuvchilar hamda semental bo'g'oz ishqibozlari. Sementallarda akalar yiriklaridan topdim, ko'ringlarchi. Tonnali bo'ladiganidan ena bolasidan akalar, enasi ham bo'g'oz, bolasi ham bo'g'oz. Avazchi, assalomu alaykum. Va alaykum aka. Sizmisiz? Yaxshimisiz? Charchamasdan. Olib kelib oldingizmi ukamollarni yirigidan jonivorlarni. Xo'p, akalar, hop, bu sementallarimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Archazor mahallasida Avazbeklarning xonadoniga keldi akalar. Xo'p, endi bir jup ekan, bular enavoli ekan. Avazbek. Xo'p, Avazbek. Xo'p, bunisi bolasi bu. Ha, bu necha oylik uka bu? 3 oylikda o'tgan, 3 oylikka olishaversin. 3 oylikka o'tgan, 3 oylikka to'lgan endi hisobda. To'lgan 3 oylik. Xudo xolasa. Xo'p, necha yashar bo'ldi uka bu? Yashari 2 yasharga borib qoldimi? 2 yashar. 2 yashar yon berdim valla akalar, hop, sementalni. Bu qanaqa sort avstriyskiy shekilli menimcha, shoxdori variantidan ekan. Ha, bolasi shoxli ekan, enasi shoxsiz. Omalekim bir shalpon quloqlilarga ham e'tibor berib qo'ying. O bo'y basiga keladigan bo'lsa, bo'y basi 1.40 ta ustida bo'lsa kerak. Arqa ketlari ham o'sha joyida ekan jonivor. Eng qizig'i buni kutganingizga yarasha arziydiganidan, ha? Tonnali bo'ladi. Tonnali bo'ladi, xudo xolasa akalar, ko'ringlarchi, bunisi 3 oylik ekan, qo'l solingan endi bunga. Xo'p, Azbek, hop, narigisini ko'rsatamiz buni onasini. Bular tashqariga chiqqanmi bular? Yo'q. Zagonda yurgan, ha? Yurganlarga arqonga endi tushdi. Arqonga endi tushdi akalar. Xo'p, Avazbek narigidan bitta uka chiroyli qilib bir oyoq qo'llarini ko'raylik uka. Maylimi? Jonivor. Xo'p, akalar, hop, semental ishqibozlariga tavsiya qilaman. Xo'p, bunisi tug'maganidan ekan, hali menimcha kuragi bormi, yo'qmi? Kuragi yo'q, endi chiqadi. Endi chiqaradi bu kuragini. Xo'p. Nari enasi bo'g'oz ekan. Enasi necha oylik hozir, Avazbek? 8 oylik bo'ldi. Enasi 8 oylik bo'ldi. Yelin solishni boshlabdi o'zi jonivor. Joning sog' bo'lgin. Ha, Yoqub aka uni ushlab turing, Avazbek buni bitta yetalab bersin. Ikkosini bitta totamiz keyin. Jonivorim onasiga e'tibor bering. Bo'y baslari, orqa ketlari, tutaylari qarang. Tutaylarga e'tibor bering. Joning sog' bo'lgunlar. Mashaqat bitta tortsa bir oyoq qo'llarni ko'raylik bu enasini ham. Akalar bu zagonda yurgan ekanmi ular? Qarang. Qarang. Mana shu joylarga akalar mashalloh deb turib bitta lakni bosib o'tib ketinglar. Jonivorlar. Yurishlarini qarang. Bo'mi semental ishqibozlari. Ha joning sog' bo'lgin. Toza 100 semental. Avstriyskiy bo'lsa kerak buningiz, menimcha. O'sha avstriyskiy sementalidan akalar 100 dan ekan. Xo'p, bu o'sha yelin solishga kelibdi, Avazbek? 8 oylik. Buni ham bu akalar bo'yi 1.45 aniq chiqadi, bo'ylari 1.45 chiqadi. Kilosi ham menimcha 7-8 kilolik sementallarni tasavvur qilaverasizlar-da endi. Ortiq ham bo'lishi mumkin-ku. Endi ha. Primerni chiqaraverasiz. Quloqlari shalpon quloqdan ekan. Xo'p, Avazbek bunga qanaqa narx aytamiz? Ikkosini barobar aytamizmi yo yakka aytamizmi, onasiga aytamizmi, bolasiga aytamizmi uka? Shuni chiroyli qilib aytsak. So'raga juda aytamiz. Yakka so'ragan yakka aytib beraveradi. Xo'p. Yakka so'raganga yakka. Xo'p. Mashinasini o'zini necha pul deymiz? 8 oyligini. 70 million kam. 70 million kam bor. Kamichi? Kami g'ij-g'ij. Kami g'ij-g'ij. Hammasi kam. Hammasi kam.
65 desa bo'ladi mashinasini? Bo'ladi. Bo'laveradimi? Unda qilib. Ha, kelishtirib berasizmi? Bu qarab turing. Aytilgan narx muhim emas, Avazbek. Hammasi kam. Akalar hammasi kam. Akalar bu mashinasini 6 kilo. nechta kura? 6 kura ekan akalar, 8 kura emas, 6 kura. Orqa ketdi, kalla holatlari zo'r. Narxi keladigan bo'lsa, narxini 65 million so'm qo'ydik. Kami bor aka. Haligi aytilgan narx muhim emas. Xo'p, nargisiga necha pul deymiz, Avazbek? 45 million kam. Xo'p, bunisiga bolasiga 45 million so'm kami bor. Omale, mo turishini qarang, mo. Orqa ketiga yetib olib jonivorda. Omale bitta mol olasiz, 10 yil bu molni bemalol olib yuraverasiz. Qani. Bunisiga 45 million so'm qo'ydikmi? Bunisini 45 million so'm kam bor ekan. Akalar, oyoqlariga yetib olib, stakan tuyoq. Qani. Jo'ning sog' bo'ling. Akalar, mashalloh deb lakni bosib akalar kanalga obuna bo'linglar. Sizlardan paddeshga shu. Xo'p, Avazbek? Ha, olib keling juplenda. Xo'p. Jupiga bo'lsa, hozir qana bo'lyapti endi? Jupiga qanaqa deymiz endi? Jupi masalan-da, jupini gapirib menga deydigan obunachilar ham chiqib qoladi-ku. 115 million. Jupiga 115 million. Avazbek bitta so'rayapti. Maylimi? 110 million so'm kam bor. Nima dedingiz? Kelishtirib beramiz. Bo'laveradi, qo'lda bering, kami bor-a? Dastlabkasi, menga qarang. Dastlabkasi 110 million so'm kelishtirib beramiz. Toshkentgacha qilib berasiz, uka. Vodiygacha kelishtirib beramiz. Toshkentgacha qilib bering. Xo'p, deyin, jupini olganga qolganiga kelishasiz. Xo'p, 110 million so'm kami bor akalar, tavsiya qilaman. Buni 8 oylik. O'zi tug'sa kerak bu biror oyga qorimasdan. 8 oylik. Ha, yerim buzgan ekan bunisi. Bunisini 3 oylik bo'lyapti akalar. Xo'p, to'liq ma'lumotini endi Avazbek bilan o'zlari bilan chiroyli qilib gaplashasiz. Telefon nomeringizni ayting Avazbek. 91lik 91lik 284 284 1594. 1594. Telegram bor-a? Xo'p, yana bitta nomeringiz bormi? Ayting. 91lik 96 316 616 30 akalar, xohlasangiz ham jup oling, xohlasangiz yakka oling akalar. Tavsiya qilaman sementali ishqibozlariga. Ha, ko'rsating. Ha, jonivor. Qarang. Yo'q 8-inchisi mana. Tana 6 kura akalar. Tana 6 kura. Unda yo'qmi? Bitta ko'rsatib beramizmi, yo'q aka? Ochalmaysizmi? Akalar, bunisini ha, qaysi biri yo'qsa, Avazbekga o'zlariga chiqsalaring. Buni o'zini desiz, buni o'zini desiz, farqi yo'q. Video qilib, bo'ylarini o'lchab, akalar yevishlar chiroyli qilib aka sizga ko'rsataveradi. Oyoqlariga ham yetib olib, stakan tuyog'idan ekan. Yelinlari zo'r-a hammasi. Yuvoshligi, sog'lomligi, akalar, mol yetib olib bering. Tavsiya qiladigan mollarimdan. Xudo xolasa telefon qilasiz, qolgan ma'lumotni endi Avazbek bilan o'zlari bilan chiroyli qilib kelishasiz akalar. Hammaga rahmat aka, sizlardan like, paddeshka, kanalga obuna bo'ling akalar. Hammaga rahmat.